Sotuvchi turlari sizdan so'ramaydi, faqatgina mahsulotini maqtaydi. Telefon qilsa ham shunaqa bidir aytadi. Sen salom ber, vaqting bormi yo'qmi so'rab oldim. Mijoz oqimi bekorga ketadi. Bu birinchi sotuv turi. Endi sotuvchimiz eshak bo'lib ko'rdi. Ko'p gapirdi-da, cho'ta o'xshamadi. Qurg'ur siz aytib turibsiz, tam 10 kunda pulini beradi, olib borib sotib ket desangiz, bir oyda bersam maylimi desa, xo'p deydi. Sotish kerak-da. $10 beramiz yo $100 beramiz deydi. Bu holatda ancha katta minus keltiradi bunaqangi sotuvchilar. Sotuvchi turlari. Birinchisi ko'p joyda ishlatiladigan so'z, odam yaxshi eslab qolishi uchun shu so'z ishlatilgan, ya'ni eshak sotuvchi. Bu sotuvchini qanday farqlay olamiz? Faqat o'zi gapiradi, mijozni eshitmaydi. Biron bir do'konga, biron bir joyga kirganingizda e'tibor berganmisizlar? Sizdan so'ramaydi, faqatgina mahsulotini maqtaydi. Faqat gapiradi. U qurg'ur siz balki boshqacha narsaga kirgandirsiz. O'zidan so'rasa aytadi, lekin u ko'proq gapirib olay deb aytadi. Telefon qilsa ham shunaqa bidir aytadi. Sen salom ber, vaqting bormi yo'qmi so'rab oldim. Yoki do'konga kirsangiz ham faqat gapiradi. Bu eshak sotuvchi toifasiga kiradi. Bunda sotuv amalga oshmaydi yoki juda ham kam amalga oshadi. Mijoz oqimi bekorga ketadi. Bu birinchi sotuv turi. Yaxshimi? Yomon bu. Yomon bu. Kimda jamoasida bilyapti shunaqa odamlar borligini? Bitta qo'l ko'taringlar. Kimda bor? Aha, malades. Demak, kam odamda bor ekan, bu yaxshi bu. Ikkinchisi, qo'y sotuvchi. Endi sotuvchimiz eshak bo'lib ko'rdi, ko'p gapirdi-da, cho'ta o'xshamadi. Endi xo'p deyishga o'tadi. Mijoz nima desa ham xo'p deydi. Qizil rangi bormi desa, yo'q bo'lsa ham bor deydi. Xo'p deydi. Xo'p deydi. Dastlabkalaring yo'q, dastlabka bormi? Bor deydi. Xo'p deydi. Shu bir bola qilib sotsam bo'ldi deydi. Xo'p degani bizga yana muammo keltiradi. Qurg'ur siz aytib turibsiz, tam 10 kunda pulini beradi, olib borib sotib ket desangiz, bir oyda bersam maylimi desa, xo'p deydi. Sotish kerak-da. Bu bizga muammo keltiradi. Mijoz nima desa ham xo'p deydi. Buni orqasidan ko'p holatlarda pullaring ko'chada qolib ketadi. Naqdga sotayotgan joylaringni qarzga berib yuboradi, o'zini bonusini olish uchun. Oxiri baribir sizlarga zararga ishlaydi. Bu minus. Bu qo'y sotuvchi. Keyingisi tulki sotuvchi. Mijozga yo'q narsani bor deb sotadi yoki bor narsani yo'q deb sotadi. Misol, biron bir do'konga kirib qolsangiz, aytadi-da, "Mana shu tovarni oling oxirgisi" deydi. $10 beramiz yo $100 beramiz deydi. Yo menga 3 ta kerak edi desa, "Ha, bo'ldi, hozir" deydi, keyin to'g'ri beradi-da. O'zi qurg'ur bitta qoldi deb turibdi-da, topib beradi. Yoki o'zi deydi, o'zini narxi $100 deydi-da, $90 dan sizga bermoqchi bo'lib qoladi. Bu holatda ancha katta minus keltiradi bunaqangi sotuvchilar. Yoki одноразовый sotadi, ertasi yo'q uni. Mijoz yo'qoldi. Har bir sohada xizmat ko'rsatishdamisiz, ishlab chiqarishdamisiz, bu sotuvchi sizlarga muammo keltiradi. O'zi ichimizda hozir mana o'quv markazlar 1, ishlab chiqaruvchilar 2, xizmat ko'rsatuvchilar 3, har xil yo'nalish bor-ku, bu hamma uchun muammo. Har bir biznes uchun bu muammo. Qanaqa bo'lish kerak o'zi? Qaysi yaxshi deydigan bo'lsak, mana busi zo'r. Ukki. To'rtinchisi ukki. Ukki sotuvchi 70% mijozni eshitadi. 30% gina gapiradi. 30% ni ichida 20% vaqtini savol berishga sarflaydi. Ya'ni mijozdan so'raydi. O'zi sizga nima kerak? Qanaqasi kerak, qanaqa rangi kerak, qancha tonnada kerak, qayerga ishlatasiz, nima qilasiz? Ko'proq so'raydi. Mijozni o'zi aytadi unga nima kerakligini. Mijozni o'zi biladi nima muammosi borligini. Oxirida 10% tushuntirib beradi. Mahsulot haqida 10% gapirib beradi. Yetadi. Tasavvur qilinglar, doktorga boryapmiz-da. Doktor o'tiribdi, sizlar bilan gaplashyapti. Shunda kelishlaring bilan doktor, "Men kasalman" desa, shunda yuzingizga bitta qarab turib, shuni dorilar yozib bersa-da, "Tam bilmayman, $100 yo $1000, ma, bor aptekadan ol, yaxshi bo'lib ketasan" desa. Ahmoq doktor deb o'ylasa kerak-a. Analiz ham qilmadi, so'ramadi,
qayerimiz og'riyapti bizni, qachondan beri og'riyapti so'ramadi. Bu sotuvchi ham xuddi shunaqada. Qachon biz doktorlar aytganini qilamiz. Qachonki bizga savol berib, bizni tushunsa, qayerimiz og'riyapti, qachondan beri og'riyapti, hammasini so'rab, qon analiz olsa, rentgen qilsa, analizlarni olib turib, undan keyin bizga retsept yozib bersa, biz uje o'ylanmasdan borib aptekadan dori olamiz. O'ylanib ham o'tirmaymiz. Demak, sotuvchi ham bitta ekspertda. Sotuvchi sotishi uchun butun bezni analiz qilish kerak-da. Biznes egalari bitta qo'l ko'taringlar ichlaringda, biznes egalari. E'tibor berganmisizlar? Sizlar biznesga borsalaring, sotuvlaring oshadi-da. Sizlar mijoz bilan gaplashmasalaring, xodimlar gaplashsa tushib ketadi. Kim e'tibor bergan?